Yaxshimisilar kichik do'stlar? Bugun Karamet Bödüne degan hikoyani anglaylik. Çocuq Bödüne chillashni o'rganib bek xush bo'pti. Anisi uni maqtab har kuni: "Omaq Bödünem, sende karamet borjumu? Sen chillamasang tang yo'rimaydi, kun chiqmaydi, igimiz o'yg'anmay katak oshmaydi" deydigan bo'pti. Çocuq Bödüne bu gaplarga ko'nibdi. "Mende karamet bor" deb hamma yerda ko'ranglab, "Buq buq buq, buq buq buq, kim bo'lsang bo'l, mendan qo'rq" deb yuribdi. Çocuq Bödüne bir kuni kallığı qo'nib, "Buq buq buq, buq buq buq, kim bo'lsang bo'l, mendan qo'rq" debdi. Kala achchiqlab quyrug'ini bir shiltigan ekan, yiqilib yerga aran qo'nibdi. Çocuq Bödüne qattiq achchiqlab kalaga: "Manga qo'rqmay shilting atamsan? Agar yiqilib putum sunsa, sana tangni, kunni hargiz ko'rsatmayman" debdi. "Ha ha ha!" Kala o'zini tutolmay kulib tashlabdi va "Hey, senda unchalik karamet yo'q" debdi. Çocuq Bödüne anglab texim achchiqlabdi-da kalaga: "Hap, karametni at ko'rsin. Atdi men bir chillamay baqay, tang yo'rimdi, kun chiqamdi qani" debdi. Ertesi sahar Bödüne: "Kala tang atqızolmay manga yalvurdu" deb qopmay uxlabdi. Ko'ziga aptab tushib qarasa, tang yo'rib, kun chiqib, kalim ishqi mangan. Çocuq Bödüne: "Boshqalar anglasin mazoq qilarmi?" deb katakka möküp talaga chiqmay danlabdi. U: "Karamet degan zodi qandoq narsa-du? Menda bormidi? Bo'lsa narimda bordi? Onamning karamet bor degani to'g'rimi yoki kalaning yo'q deganimi? Kun nimishqa chillamasam chiqqandi? Tang nimishqa meni saqlab turmayli yo'rib ketgandi" deb o'ylabdi. Aytishlarga qaraganda Bödüne hozirmi o'zidagi karametni izlab yurgidek. Qandaq kichik do'stlar? Bu Karamet Bödüne degan hikoyani yaxshi ko'rdinglarmi? Undaqda bugungi hikoya aytishimiz mushu yerda oyoqlashdi. Xayr xo'sh.